Assalomu alaykum, Islom Stus kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bizni muntazam ravishda kuzatib boragan aka-ukalar, musofirdagi aka-ukalar. Navbatdagi, xudo xolasi ishimizni yakunlab, chiroyli qilib egalariga topshirdik. Oddiy va skromli bo'lgan darvozamizga bitta like tugmasini ayamaysizlar aka-ukalar. Chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqdi deb kommentariyga yozib qo'yasizlar. Bu darvozamizni Oltiariq tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Povulg'on mahalla fuqarolar yig'iniga. Aka-ukalar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamizni ma'lumot qilib beraman. Eniga 380, bo'yiga 380, 1 kvadrat metri 1 milliondan olib kelib o'rnatib berdik. Obunachilar, xudo xolasa, materiallari eng qalin, full variantdagi darvozamiz bo'ldi. Oltiariqlar ham biladi, qanaqa darvoza tanlashdi. Oddiy va skromli bo'lsin, xizmat qiladigan, umri uzoq turadigan, baquvvat darvoza bo'lsin deyishdi. 1 milliondan mana arzon narxlarda qilib berdik. Ma'lumot qilib beraman. Materiallarni, stoykalarimiz, yo'llari polni 10lik shiviller bo'lgan, taglari ham 10lik shiviller bo'lgan. Darvozamiz eng tepasi 10 ga 5 profil bo'ldi. 60 sm tepasida pramog ochilmaydigan alohida pramogi bo'ldi, xudo xolasa. Oltiga to'rlar polni qalindan 1.7 stena, profillarimiz 1.7, listlarimiz 2likdan bo'lgan. Xudo xolasa bexijolat. Eshiklarimiz ochilib yopilishlari umuman daramizdan taraqa turib degan narsa yo'q. Polni hamma yo'g'i full variantlardan, qalin materiallardan yangi, uloqsiz, bezuloq hamma yo'g'i chiroyli qilib o'rnashtirib berdik aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bilan tayyorlab beramiz. Mana shu Nexus 2 legendada borib o'lchaymiz va olib borib o'rnatamiz. Devordagi zazurlarni ham ko'rib turibsizlar. Hamma yo'g'i juda ham plotniy tushgan. Xudo xolasa, odamni o'zi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, darvozasi ham zo'r chiqaveradi. Ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. Kraskalarimiz Mokrasval Matvi kraska. Kraskalarimizga ham bexijolat garanta xizmat qiladi kraskamiz. Ko'chib ketmasligiga javob beramiz. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana orqa holatlari ham o'ta skromli chiqdi. Tepa holatlari mana orqadan ko'rinishi. O'rtalari har doimgidek sentr zamonga. Zamoglarimiz orqadan alohida qilib qo'yadigani bor. Eshigimiz 80 sm bo'ldi. 285 darvozani o'zi bo'ldi. Eshigimiz 80. Hamma yo'g'i skromli tushdi. Bu joyga eshigini alohida qilmasdan bitta yoppa ochiladigan qilsa ham bo'ladi. Eshigini darvozaning ichida qilishi qilsak bo'ladi, lekin egalari shunaqangi darvoza xohlashdi. Tayyorlab berdik. Ko'chalari keng ekan. Bemalol mashinani olib kelib, burib, agar ko'chasi tor bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa bunaqangi 380 larga tavsiya qilmaymiz. Shu eshikda ichida bo'lgan yaxshi darvozaning ichida. Chunki ochilganda mishit beradi-da. Misol tor bo'lgandan keyin mana stoyka sirazi buriladigan bo'lsa, mashinaga mishit beradi. Bundan bo'lmagani yaxshi. Ko'cha keng bo'ladigan bo'lsa bo'laveradi. Razvorot ko'proq olib turib, bemalol kirsa, topilaveradi. Xudo xolasa materiallarni tushuntirib o'tdim aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu darvozamiz 13 millionga olib kelib o'rnatib berdik. O'zbekiston bilan dastavkalarimiz bor. Narxlarimiz ozgina qo'shilib qoldi, sababi polni materiallar qo'shildi. Shuning uchun kvadratini 1 million deyapmiz. 950 ming qilib beryapti. Mana shu darvozalarni kvadratini 950 ming. Agar profil bo'ladigan bo'lsa, yo'llari profil bo'lib, profillari 1.5lik bo'ladigan bo'lsa, kvadratini 900 mingdan qilib beryapti. 950 ming shivillerlik holatda. Endi hozir xuddi shu shivillerlik holatda 1 million bo'lib qoldi kvadrati. 10 kvadratli darvozangiz bo'lsa 10 million so'm bo'ladi. Agar profildan bo'ladigan bo'lsa 9 million so'm, 9,5 million chiqaveradi. Sog' bo'lasizlar aka-ukalar. Ishimizga bitta like bosib qo'yasizlar.